Ammo qarshimdagi dushman ham anoyilardan emas, o'sha sabru saboti bilan mashhur Xudoyi edi. U hech kimga o'xshamaydi. U hamma narsasidan bir kunda voz kecha olgan, qanday qilib axir? Bir kun Xudoyi jazirama issiqda ro'za tutgan holida xonaqoh qurilishida ishlayotib, yelkasida og'ir toshni ko'tarib oldi. Zo'rg'a yurib ketar ekan, har bir nafasini hu deb olib, hu deb chiqarar edi. Muridlar uning yelkasidagi toshni olmoqchi bo'lishdi. Hatto yolvorishdi, lekin Xudoyi ruxsat bermadi. Bir murid chidab tura olmay Xudoyining qo'llaridan tutdi. Hazratim, o'tinib so'rayman, men ko'taray shu toshni. Xudoyi bu talabaga mehr bilan tabassum qildi. Peshonasidagi terlarni artdi, keyin esa xayollarga toldi. Talabasiga boshdan oyoq razm solib, yoshligini esladi. Ustozidan ayrilishni aslo istamay Uftodaga meni xonaqohdan Savrihisorga jo'natmang deb yolvorgani esiga tushdi. Talabasining yolvorishi unga o'sha o'tmishni eslatdi. Albatta Xudoyi bu xotiralarni yosh talabaga aytib o'tirmadi, biroq unga o'sha yerning o'zida chiroyli nasihat berdi. Men esa yana hech narsa qila olmadim. Bolam, gohida ko'nglimga g'ulg'ula tushadi. Qozilik qilgan, mol-mulk daryosida suzgan, shon-u shuhrat osmonida uchib yurgan paytlarim esimga tushadi. Shunaqa paytlarda qalbimning tub-tubida o'sha davrlarni sog'inish hissi uyg'ongandek tuyuladi. Shunda men mana shu og'ir toshlarni sog'inch uchqunini o'chirish, nafsimni ezish uchungina tashiyman. Nafsimga yengilishni, uni muzaffar ko'rishni istamayman. Agar menga yordam bermoqchi bo'lsang, anavi yerdan yana bir parcha tosh olib kelib orqamga qo'y. Vaqt to'xtab qolgandek bo'ldi. Atrofda sukunat hukm surdi. Men allaqachon o'lgan ekanman. Faqat xabarim yo'q ekan. Kuchsiz mag'lub ekanman. Bo'ldi. Unga qarshi jang qilishni to'xtatdim. Oramizdagi jangning mutlaq g'olibi Xudoyi ekan. Men uning quliga aylandim. U o'zi o'lmay turib meni o'ldirib bo'ldi. Men Xudoyining ishqini, azmu qarorini, g'ayratu shavqini o'chira olmadim. Ammo u mening hirsimni, adovatimni, nafratimni so'ndirdi. Xudoyi talaba yigit bilan mana shularni gaplashar ekan, uzoqdan bir kishining qorasi ko'rindi. Kelayotgan xabarchi edi. U dengizning narigi tomonidan, ya'ni saroydan kelayotgandi. Shoshib kelayotganiga qaraganda shumxabar olib kelayotganga o'xshaydi. U hansiragancha qurilish bo'layotgan joyga yetib keldi. Odamlar orasidan o'tib, Xudoyning yoniga keldi. Uning ko'zlari jiqqa yosh, yumadigan bo'lsa yoshlari yanoqlariga oqib tushishga tayyor edi. Aftidan hammaning yonida aytadigan xabar emas. Zero salomlashganidan keyin Xudoyning qulog'iga egilib nimalardir dedi. Shu zahoti Xudoyining ko'zlarini ham mahzunlik qopladi. Ammo hech narsa demadi. Tilidan faqatgina shu so'zlar chiqdi. Alloh rahmat qilsin. Keyin esa ust-boshini qoqib darhol saroyga yo'l oldi. Qonuniy sulton Sulaymonning nabirasi, sulton Salim II o'g'li sulton Murod III omonatini topshirgan ekan. Podshohning o'g'li bo'lsa ham alal oqibat bir banda edi. Farmoni oliy kelgach bu dunyodan o'tibdi. Xudoyga esa yana ilohiy ilhom kelgan, tilida misralar aylanayotgan edi. Bu yolg'onchi dunyo unga aslo aldanma demoqchi edi. O'lim yaqin edi, haq edi. Xudoyi o'limdan emas, gunohlaridan qo'rqar, har on o'limni eslar edi. Yolg'onchi dunyoga aldanib qolma. Bu majlis tarqalar devon zavqlanmas. Ikki eshik orasidir bu dunyo, kelgan ketar mehmon zavqlanmas. Boqma buning qorasiga oqiga, ko'ngil berma bo'stoniga bog'iga, o'xshar hamon bola o'yin chog'iga, bunda oqil inson zavqlanmas. Hidoyat yo'lidan bir bor kechib ko'r, osmon o'par cho'qqilardan uchib ko'r, dunyo mo'min zindoni tark et, kechib ko'r, zindon ahli g'amgin oson zavqlanmas. Ey g'ofil, nima deb bilding shamolni?
ketmas deb bildingmi fasli bahorni, yuking yengilladi avvaldan qara, qaytmas yo'lchi ketar, karvon zavqlanmas. Boringni sarf ayla Alloh yo'lida, sen nima izlasang shuni topasan, bir kun safar bo'lsa qiyomatgacha, chodiri yiqilgan sulton zavqlanmas. Umr ado bo'lar daftar bekilur, so'ngra sirot bilan mezon tikilur, so'ngra u dargohga bandalar kelur, buyruq bajarilar farmon zavqlanmas. Xudoyi ne bo'ldi shuncha payg'ambar, Umar, Usmon, Abu Bakr va Haydar, buyuk Habibulloh, Siddiqu Akbar, kelgan albat ketar, hech jon zavqlanmas. 6-martaba. Nafsi marziya. Alloh rozi bo'lgan nafs. Ey rozi bo'lingan nafs, sen Robbingdan, Robbing sendan rozi bo'lgan holingda qayt. Fajr surasi 27-28 oyatlar. Marziya, rozi bo'lgan, xotirjam nafs deganidir. Rizo martabasidagi menlik barcha amallarida Allohning amrlarini chin ko'ngildan samimiy ado qilsa, Alloh taoloning lutfu karami bilan marziya maqomiga yuksaladi. Banda Alloh taolodan rozi bo'lgani kabi Alloh ham bu bandasidan rozi bo'ladi. Nafsi mutmainaning kamolga yetishgan martabasi hisoblangan rizoiya va marziya nafsining xususiyatlari mutmaina nafs bilan bir xildir. Biroq marziya maqomi sohiblari ilm va komillikda ilm ummonining tubiga sho'ng'igan vali zotlardir. Sulton Ahmadxon: shunday sultonga qul bo'lki, sultonlar unga qul bo'lsin, der edi rahmatli sulton otam. Ushbu so'zlarni ko'ngillarning sultoni Xudoyidan eshitganini aytardi. Boshida nima demoqchi bo'lganini hech tushunmasdim, hozir esa anglagandek bo'lyapman. Otam jahon sultoni edi. Shunga qaramay bu dunyodan ko'char ekan, na mol mulkini, na shonu shuhratini ortib ketdi. Otamdan davlat meros qoldi, ammo asosiysi u menga Xudoyini meros qoldirdi. Men Ahmadman. Endi 14 bahorni qarshiladim, ammo bo'ynimga jahonning yukini yukladilar. Boshida shahzoda Ahmad edim, keyin otam Sulton Mahmudxon omonatini egasiga topshirib, boqiy dunyoga ko'chgach, Sulton Ahmad bo'ldim. Alloh taolo dunyo saltanatining podshohi bo'lishni nasib qildi. Odamlar o'z gunohining yukini tashishga qiynalib yotsa, men bu yoshda butun davlatning og'irliklarini orqaladim. Shuni angladimki, asl sultonlik bu dunyoda emas, narigi dunyoda ekan. Foniy dunyoda sulton bo'lish, qul, xizmatchi bo'lish degani ekan. Sulton otamdan menga omonat qolgan meros, qolgan zot, ko'ngillarning sultoni Xudoyini Alloh uchun qattiq yaxshi ko'rdim. Saroyning haram qismida mana shular haqida, bugun ko'rgan tushum haqida o'yladim. Bugun bomdoddan keyin bir tush ko'rgan edim. Mutlaqo begona, notanish bir shaharda, notanish joyda emishman. Quyosh boshimdan urib badanimni yondirayotgan emish. Nimaligi noma'lum bir dard ichimni yeyayotganmish. Askarlar atrofimni halqa shaklda o'rab olib menga tikilib turishibdi. Ayrimlari Usmoniy askarlari, ayrimlari esa boshqa davlatning askari. Nima uchun bu yerda ekanimni, nima bo'layotganini bilmas edim. Shunchaki kutib turdim. Biroz vaqt o'tgach ro'paramda bir odam paydo bo'ldi. Men uni tanimayman, ammo uning Avstriya qiroli ekanini bildim. O'zi avvaldan Avstriyani fath qilish, uning minoralaridan azon ovozini eshittirishni ko'nglimga tugib qo'ygan edim. Bu tush shuning nishonasi edi. U birdan qilich yalang'ochlab ustimga tashlandi. Men ham hujum qildim. Askarlar ko'z o'ngida kurashga kirishib ketdik. Men uning yelkasiga tashlandim. Bir payt Avstriya qiroli meni yelkasidan oshirib, kuragimni yerga tekkizdi. Mag'lub bo'ldim. Shu zahoti cho'chib uyg'ondim. Yuzimdan terlar oqardi. Tushimni yaxshilikka yo'ya olmadim. Ichimni qo'rquv titroq bosdi. Hech narsani tushunmay angrayib qoldim.
Darhol tush ta'birchilarini saroyga to'pladim. Tushimni kimga aytib bersam ham xayrli tush bo'lmagani uchun ta'bir qilishga qo'rqishdi. Oxiri bir zot Shayx Mahmud Xudoyiyning tush ta'biri ilmini bilishini, har qanday savolni undan so'rash kerakligini aytdi. Tushimni bir qog'ozga yozib xabarchi orqali Xudoyiy hazratlariga yubordim. Xudoyiyning huzuriga yuborgan xabarchi saroyga kutganimdan ham tez qaytdi. Shayx Mahmud Xudoyiy tush yozilgan maktubni olib o'qib, keyin javob yozishi kerak edi. Axir bunga ancha vaqt kerak bo'ladi. Peshin mahali yuborgan xabarchim shom payti qaytadi deb o'ylagandim, ammo xabarchi 1-2 soatdayoq saroyga yetib kelibdi. Sultonim, xabarni Shayx Mahmud Xudoyiyga yetkazdim. Mana uning javobi. Maktubni oldim-u ko'nglimda shubha paydo bo'ldi. Qanaqasiga? Xabarchi kutilganidan ham tez keldi-ku. Qanday qilib buncha tez borib kelding dedim unga. U boshini ekkancha javob berdi. Sultonim, o'zim ham tushunmadim. Siz amr qilgandek maktubni Shayx Mahmud Xudoyiyga topshirish uchun uylariga bordim. Eshikni taqillatdim. O'zlari ochdilar. Meni gapirtirishga qo'ymay qo'limga maktub tutqazib, buni sultonga olib bor dedilar. Mana o'sha maktubni sizga olib keldim. Hayratdan yoqamni ushlab qoldim. Bir muddat qo'limdagi maktubga qarab qoldim, keyin ochib o'qiy boshladim. Sulton o'g'li Sulton Ahmadxonga salom va duolar bo'lsin. Alloh taolo insonning vujudida kurak qismini, koinotda esa yerni quvvatli, kuchli qilib yaratdi. Insonning kuragi va yerning bir-biriga tegishi ikki kuchli narsaning birlashib yana ham baquvvat bo'lishidir. Tushingizda kuragingizning yerga tegishi ham shundan nishonadir. Allohning irodasi bilan islom dushmaniga qarshi jangda muzaffar bo'lasiz. Tushingiz sirtdan qaraganda qo'rqinchli bo'lsa ham aslida xayrli tushdir. Yana Alloh bilguvchidir. Men nima deyishni bilmay qoldim. Tushimning eng to'g'ri ta'biri mana shu edi. Ammo shayx mening bunday tush ko'rganimni qayerdan bilgan? Nigohimni yana xabarchiga qaratdim. Shayx maktubni ochib ham ko'rmadi dedingmi? Ha, maktubni olmadi ham. Mana maktub yonimda. Muhri ham ochilmagan. U shunday deb maktubni uzatdi. Darhaqiqat maktubning muhri ochilmagan edi. Mahmud Xudoyiyning kimligini, nega sulton otamning unga bunchalar hurmat ko'rsatganini o'shanda angladim. Ayni xabarchi orqali hadiya o'laroq bir hamyon oltin yubordim. Men Sulton Ahmadxon endi 14 bahorni qarshiladim. Usmoniylar saltanatining sultoniman, ammo ko'nglim boshqa bir sultonniki, sultonlar sultoniniki bo'lishini istayman. Istanbul, 1605-yil. Mahmud Xudoyiy. Sen istagan dunyo keldi. Vaqt Xudoyiyning atrofida girdikapalak edi. U Fotih masjididagi vazifasidan Uskudardagi Mehrimoh Sulton masjidiga o'tdi. Endi shu yerda payshanba oqshomlari va'z o'qiyapti. Uskudardagi xonaqohi ham bitay deb qoldi. Endi Uskudar uning ma'naviy nuri bilan porlayotgan, go'yo poytaxt ichida poytaxtga aylangan edi. Xonaqohning masjid qismi qurib bitkazilgach, bir minbar o'rnatib, har kuni shu yerda va'z o'qiy boshladi. O'ziga bir dunyo barpo qildi. Xuddi boshqa olamda yashayotgandek, talabalar yetishtirayotgandek, va'zlar o'qiyotgandek edi. Yolg'iz qolganida xonaqohni aylanadi, tafakkur qiladi, yosh bolalardek sevinadi. Sevinchining sababi faqatgina xonaqoh emas, balki peri uftodaning duosi amalga oshgani, bir kishining bo'lsa ham qo'lidan tutib haq yo'liga boshlashi uchun Alloh unga fursat yaratgani edi. Xudoyning sevinchi ichiga sig'may qoldi. Gohida eski paytlarni xotirlaydi, qozi bo'lgan vaqtlarini eslab, agar qoziligimcha qolib yana olimligim bilan mashhur bo'lsam, maqomim, mol-u davlatim ko'p bo'lib ulardan voz kechmagan bo'lganimda ham Alloh menga bu darajani nasib qilarmidi deydi.